Sotuvimizda ikkita Gentra avtomobili obzorlarni ko'ryapti. 2021-22 kraskasi top-toza. Amerikan Coptra faralari qo'yilgan mashinamizga. 4-paketli gazlari ham ustolovka qilingan. ABS, konditsioner, lyuk hamma narsalari bor. 4 mexanik balon taqilgan mashinamizga. Salon holatlari bitta ko'ringlarchi. Mana salon holatlari, Malibu bar, Malibu rul, monitor, hamma narsalar qo'yilgan mashinamizga. Bu mashinamiz bankka olmoqchi bo'lsanglar, 23 million bosh to'lov ketadi. Oylik to'lov 4 million 300 dan. Ko'ringlar, mana oqi ham bor. Xohlaganlar uchun, oq xohlaganlar uchun 2022 ga 23 kraskasi toza buni ham. 4-paketli gazlari bor buni ham. ABS, konditsioner, lyuk hamma narsalari bor. 4 mexanik balon. Salon holatlarini bitta ko'raylikchi. Salon holatlari, chexol, polik. Hamma narsa qilingan mashinamizga. Bu mashinamiz bankka olmoqchi bo'lsanglar, 11 million bosh to'lov, 4,5 million oylik to'lovi. Shoshilib ulgurib qolinglar. Pastda nomerlarimizni qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mashinamiz ham narxi 137 million so'm kelishgan joyi bor. 137 million so'm kelishgan joyi bor. Bonusiga ikkalama mashinamizni ham qo'lnimak gazlarni qo'shib beramiz. Kelarasizlar.